Bismillah. Oktagonga mana kirib keldik. Jahongir akam shu yerda ekanlar. Aka maqqos bo'pti. Hamma 7-da men chiqaman shu yerda. Yo'q-a? Maşallah. Men urushmayman. Shu aytaman. Hamma qo'lidan kelgan ish chiqsin. Mana men perchatka men uchun berildi, Jasur akamdan rahmat. Bu perchatka bitta qo'lda. Nimaga bilasizlar? Mikrofonni ushlashga. Urushga emas. Hamma o'zini qo'ldan kelgan ish qilish. Xudo xolasa 7-da mana shu arenani aka yondirib yuborasiz. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. O'rtoqlar kommentariyada yozinglar, kimda chiqaman shuni yozinglar, lekin aytmaymiz, o'sha kuni ko'rasiz. Bayesga chiqib berasiz. Bayes bilan chiqaman, oldida chiqaman. Men urusha olmayman lekin urishadigan bilan takoy chiqib motivatsiya berib chiqaman. O'zi motivatsiya shart emas bu bayeslarga-ku. Endi bir ozgina 1% bo'lsa ham, ana oshni yeyotgandimda bir qo'ltim suv bo'ladi, o'sha suv men bo'laman ertaga. Maşallah. Biz oktagonni mana tayyorladik, komanda arena xudo xolasa tayyor. Tayyor o'rtoqlar. Sizlar tayyormisizlar? Inshaalloh. Mani korobka Tez boshlaymiz. Tez kunda.